Continue with 3 balls and 2 hoops final of Group Ds. And we are ready to welcome first finalist representing Uzbekistan. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari, qadrli teletomoshabin do'stlar. Badiiy gimnastika bo'yicha Jahon Kubogidan bevosita reportajimizni davom ettiramiz. Bilasiz, poytaxtimizda Jahon Kubogining 3-bosqichi davom etmoqda. Ayni daqiqalarda demak jamoaviy yo'nalish, kaptok hamda halqa yo'nalish bo'yicha bahslar boshlanmoqda. Dastlab hamyurtlarimiz O'zbekiston terma jamoasi demak bahslarga kirishadi. Omad tilagan holda demak siz bilan birgalikda kuzatamiz aziz teletomoshabin do'stlar. Demek qadrli muxlislar, Antalya Fayzulina, Mumtoz Abonov, Ismoqzoda, Amaliya Mamedova, Irodaxon Sodiqova. Demek mana shu terma jamoamiz vakillari tanishtirib o'tildi. Aynan mana shu musobaqani siz bilan birgalikda badiiy gimnastika bo'yicha sport ustasi Azizoxon Saidmahmudova bilan birgalikda kuzatib boryapmiz. Azizoxon menimcha juda yaxshi bajaradi barchasi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ha, deyarli katta xatolar qo'lga tashlanmadi va murabbiylar ham ko'rib turganimizdek xursand va yaxshi kayfiyat bilan yakunlashdi. Dastur ancha murakkab edi, musiqaning juda ham shiddatli ekanligini ham ko'rdik. Ana shu bilan hamohanglik kuzatildi. Albatta. Va ayniqsa dastur o'rtalariga kelib juda yaxshi moslashib oldi. Mening nazarimda hamyurtlar. Albatta, lekin men nazarimda bizni hamyurtlarimizni undan yuqoriroq darajaga erishish imkoni bor edi, qo'ldan kelardi degan fikr ham bor. Va mana shu fikringizni qo'llab-quvvatlagan holda avvalgi safiyadagi natijaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizda ikkinchi o'rin bo'lgan kumush medal. Albatta, kumush medali bo'lgan bizda va
o'tgan yildagi natijalarga qaraganda ham bizda o'tgan yili ham bizda medal bo'lgan. Aynan mana shu yo'nalishda. Aynan mana shu yo'nalishda. 3 ta to'p, 2 ta xalqqa dasturida mashq bajarish bo'yicha. Hozir esa ballar e'lon qilinmoqda. Ko'tariladi, 24-30. 24-130 yaxshi natija. Yaxshi natija menimcha medaldan umid qilsak bo'ladi. Aytaylik, Safiyadagi musobaqada 24-135 bo'lgan. Mana aytgan 0.5 farqi bilan vakillarimiz natija qayd etishdi. Endi hozir Qozog'iston davlati qizlari aynan mana shu yo'nalishda o'z mahoratlarini namoyish qilishadi. Kuzatamiz. Ularda ham yaxshi jamoa shakllanganligini ko'rib borayapmiz. Demak, qo'shni davlat vakillari. Milliy va jahon musiqasi uyg'unligidagi kompozitsiya bu. Kristina Chepulskaya, Jasmina Junusbayeva, Aysera Kenges, Aida Hakimjanova, Madina Mirsabay and Aysera Nurmagomedova. Demak, Qozog'iston terma jamoasi tarkibi tanishtirib o'tildi. Bundan avval Azizoxon tasma bilan mashq bajarish bo'yicha ular sovrindorlar safidan o'rin olgan edi. Agar avvalgi natijalarga qaraydigan bo'lsak, bu yo'nalishda hozircha bosqichlarda medal ko'rmayapman va hozirda ham mana ko'rdik, ayrim xatolar ko'zga tashlangan. Lekin tasma bilan ular 3-chi o'rinda edi. Aynan tasmalar bo'yicha ular yaxshi natijalar ko'rsatgan edi boshqa musobaqalarda ham. Albatta o'zi bo'ladi. Kimdir qaysidir yo'nalishda kuchliroq bo'ladi nisbatan. Bu yerda ayniqsa mana shu kaptogini qo'ldan tushib ketgani ham ancha balga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Aslida umuman olganda yomon emas. Yaxshi bajarishdi. Musiqa ham ancha shiddatli ekan. Va unga hamohanglik kuzatildi, sinxronlik kuzatildi. Qolgan mayda
detallarni albatta hakamlar hal qilishadi. Eslatib o'tamiz, ijro, dastur murakkabligi, artistizm kabi yo'nalishlar bo'yicha ballar qo'yiladi. Oldinda esa aytish kerak, hali kuchli terma jamoalar yetarli. Meksika, Xitoy, Germaniya, Polsha, Fransiya, Turkiya davlatlari o'z kuchlarini namoyish qilishadi. Demak, Qozog'istonliklarga qo'yilgan ballar e'lon qilinyapti. Hayajonda sportchilar 23.100 dan 45 va ular ikkinchi o'rindan joy olyapti. Terma jamoasidan keyin demak, Meksika terma jamoasi vakillari chiqib kelmoqda. Azizxon, artistizm bo'yicha baho nisbatan pastroq bo'lyapti aksariyat davlat vakillaridan. Artistik jihatni biz nafaqat emotsiya, ya'ni mimikalarni nazarda tutamiz. Artistik jihatda biz qo'l jihatlari, oyoq jihatlari, harakatlari va shunga o'xshash harakatlarni ifodasini hakamlar baholaydi. Balki meksikaliklarda yaxshi bo'lar, bu yanada yuqori bo'lar, kuzataylik. To introduce Maya. Hope. What's my definition of success? Listening to what your heart says. Standing up for what you know is while everybody else is talking that you're between your legs. What's my definition of success? Creating something no one else can. Creating something no one else can. Being brave enough to dream big. Grinding when you're told to just quit. Grinding when you're told to just quit. Giving more when you got nothing left. Person that would never waver or change who they are just to try and gain some credibility so they can feel accepted by a stranger. It's a person that can take the fears in their life and turn them into motivation. It's believing in yourself when no one else does. It's amazing.
tekisda davom etishiga salbiy ta'sir qilmasdan qolmadi. Ta'sir qilmasdan qolmadi, chunki kayfiyat nisbatan tushib ketdi sportchilarda. Albatta, bu Meksika terma jamoasi ham badiiy gimnastikada rivojlanish bosqichida. Hozircha medallar, katta musobaqalarda medallarni ko'rganimiz yo'q, agar o'z qit'alarida agar medallarga ega bo'lmasa. Participants of the Olympic Paris 2024, and we see the score of Team Mexico. The score is 19.05. Demak, ularga qo'yilgan ball 1900 dan 5 va ular 3-pog'onadan joy olib turishibdi onlayn tarzda. Ladies and gentlemen, we continue with next finalist from China. Endi Xitoy terma jamoasi. Xitoy terma jamoasi, albatta muxlislar ham o'zgacha bir ishtiyoq bilan ularni kutib olishmoqda, qiziqish bilan. Chunki avvalgi dasturlarimizda ham aytib o'tdik, orasida 3 karra Olimpiya o'yinlarida g'olib chiqqan 3 nafar sportchi ham bor. Parijda jumladan g'alabaga erishgan. Jamoaviy yo'nalishlarda ular doimo aksariyat musobaqalarda chempionlar safidan o'rin olishadi va kamida 2 va 3 o'rinda, ba'zida aksariyat paytda 1-o'rin bo'ladi. Xo'sh, bu safar qanday ekan ko'ramiz. Chinese swimming group exercises. Xitoy terma jamoasi Liu Yangzhu, Poland, Jingwang and Kini Shang. terma jamoasi vakillarining familiya ismlari aytib o'tildi. Dastur davomida bitta xato qo'lga tashlandi. Koptok to'pni qo'lga yaxshilab ushlay olmadi va albatta bu jarimaga
sabab bo'lishi mumkin. Ha. Lekin dastur murakkab ekan, o'ziga xos murakkab elementlarni ham amalga oshirganligini ko'rdik. Boshqa davlat vakillarida kuzatilmagan jihatlar ham ko'zga tashlandi va aksariyati juda ham yuqori tempdagi musiqa va unga hamohanglik va bir so'z bilan aytganda shu xitoyliklarga xos jihatlarni ko'rdik. Albatta. Dastur kompozitsiya davomida bolalar ham albatta shunga yarasha bo'lsa kerak. Eng muhimi bu meni nazarimda yosh badiiy gimnastikachilarimiz uchun ham yaxshi bir ko'rik maktab bo'ldi. O'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Baribir. Teleekran orqali tomosha qilish boshqa, lekin arenada turib bevosita tomosha qilib ularning mashg'ulotlarini mana shu arenaning yoniginasida ular tayyorgarlik ko'ryapti. Mana shu sahnaga chiqishdan avval uni ham kuzatishyapti yosh umidli sportchilarimiz, badiiy gimnastikachilarimiz. Bu ham ularga katta bir shunchaki ko'rik, motivatsiya bo'ladi deb ayta olamiz. Bo'sh bolalar qanday degan savolga javobni hozir ayta olamiz. 24 dan 95 va ular hozircha birinchi pog'onada birinchi o'rinda joylashmoqda. 4 ta terma jamoa chiqishni amalga oshirdi. Endi esa Germaniya terma jamoasi chiqib kelmoqda. Albatta bir necha marotaba kuzatdingiz qadrli muxlislar. Boshqa yo'nalishlarda albatta endi bu safar ko'rib turganingizdek halqa va kaptok bilan ular mashq bajarishadi. Yakkaliklarda albatta Germaniya terma jamoasi kuchli, lekin jamoaviyda u qadar emas deb ayrim paytda ta'kidladik. Natijalardan kelib chiqib, xo'sh bu safar qanday bo'ladi? Birgalikda kuzatib javob olamiz. Just like the bird. What you out there? Only the right to fly just like the rocket. Not so high where I need to come down to oxygen. Cause once we started, ain't no stopping. Cause I just wanna live my life and party. All I want is to be free and rock my body. And around the world and I wanna live my life. And you know, there's a real life. I wanna party, party, I wanna summer, party. Germaniya terma jamoasi ular tanishtiriladi, demak. Nille Arns, Melody Targar, Olivia Folgeren, Riken, Anna Maria Schaltöken and Emilia Wickers, dear friends.
Azizaxon juda ham quvnoq kompozitsiya ekan, xatolar kuzatilmadi va o'ziga xos kutilmagan detallarni ham kuzatib, men to'g'risi oddiy muxlis sifatida hayratga tushdim. Chiroyli bajarish. Noodatiy elementlar va bajarishlar juda ham ko'p bo'ldi va yuqori darajadagi elementlarni bajarishdi. Qiyinlik darajasi yuqori ball bo'lishi kerak deb o'ylayman. Qolaversa, xatolar, uzilishlar bo'lmadi. Yo'q, bo'lmadi. Kaptokni yo'qotib qo'yish yoki halqani yo'qotib qo'yish. Bo'ldi. Silliq o'tib ketishgan demak, ancha-muncha muxlis dabdurustdan sezishi qiyin bo'lgan holat. Mana yana bir karra ko'rishimiz mumkin qiziq elementlar. Albatta muxlislarni bir zum mana shunday diqqat bilan kuzatishga majbur qila olishda qoyil qolish kerak. Xo'sh, ballar qanday bo'ladi degan savolga javobni mana endi birgalikda ko'ramiz. O'tgan yili bo'lib o'tgan Jahon Kubogida Germaniya terma jamoasi 3-o'rinni egallagan ekan. 5 ta obruch, ya'ni 5 ta halqa bilan. Jamoat tarkibi ancha yosh sportchilardan iborat. Lekin ijro mahorati ancha yuqori ekanligini ko'ryapmiz. Demak, mana ular o'zlari ham diqqat bilan monitorga qarab turishdi. Qadrli muxlislar, 50 dan ortiq davlatga aynan mana shu musobaqa bevosita uzatilyapti. Ayni daqiqalarda koinot orqali Jahon Kubogi xususan Germaniyada ham ko'rayotgan bo'lishlari kerak, chunki o'z yurti, o'z hamyurtlarining ishtiroki ular uchun ham juda qiziq va biz siz bilan birgalikda Sport telekanali orqali ham tomosha qilyapmiz. Aynan mana shu Jahon Kubogining barcha bosqichlari, demak, ballar e'lon qilinmoqda. 22-140 va ular 4-o'rindan joy olishmoqda onlayn tarzda. Endi esa Polsha terma jamoasi qizlari chiqib kelishmoqda. Bundan avvalgi dasturda tasma bilan mashq bajarishda ular sovrindorlar safidan o'rin olishgan edi va avvalgi dasturlarga ham, avvalgi bosqichlarga ham qaraydigan bo'lsak, polshaliklarda medal bo'lgan. Va jamoaviy ancha kuchli hisoblanadi. Xo'sh, bu safarga ularning tayyorgarligi qanday kuzatamiz. Ella está aquí. Ya ha llegado. Ábranle paso. Ella no es de ningún lugar en particular, pero sabe bien de dónde viene y sabe bien a dónde va. Abran paso a esta mujer. Su fuerza es su raíz, su historia, la que la sostiene cuando pierde el camino, cuando no sabe dónde ir. Abran paso a su fuerza, que es la fuerza de su madre, la fuerza de su abuela. Si andas buscando un lugar para ser libre de aquello tan doloroso,
terma jamoasi. Maria Sklarvesna, Petr Shakmatovka, Причепинска, Magdalena Sveshchuk, Miladin Vasilyevich Khatsan, Yulia Moityechowska. Polsha terma jamoasidagi tarkib kechagi natijalardan so'ng, ya'ni ko'p kurashda birinchi o'rin bilan yakunladi. Mana endi final bosqichida kuchli 8-likdan o'rin olgan terma jamoalar medallar uchun kurashmoqda. Hozircha Xitoy terma jamoasi 24 dan 95 ball bilan birinchi, 24 dan 30 ball bilan O'zbekiston vakillari ikkinchi, qozog'istonliklar uchinchi, 23 dan 45. Germaniya, meksikaliklar keyingi pog'onada. Xo'sh, bu borda polyaklar, Yevropa qit'asi vakillari qanday o'rindan joy oladi? Ayni daqiqalarda murabbiylari ayrim vaziyatlar borasida munozara qilmoqda, tushuntirmoqda sportchilarga, shogirdlariga. Albatta, mutaxassislar shogirdlarning harakatlaridan qoniqmaydi. Bu yaxshi ham albatta o'z vaqtida xatolar tushuntirilib boriladi. Siz bu borada qanday kamchiliklarni, yutuqlarni ko'rdingiz mutaxassis sifatida? Mutaxassis sifatida, aynan sportchi sifatida men bu yerda ba'zi bir joylarda sinxronlik bo'lmaganini ahamiyat berdim va ko'p joylarda predmetni, ya'ni ko'pchilikni ikki qo'llab qutqarib qolganini, ushlab qolgan joylarni ko'rdim va E balzano in testa alla classifica provvisoria, si lasciano la Cina favorita alle spalle con 24,95. Adesso è la volta della Francia, poi mancherà ancora la Turchia a conclusione del programma e classifica definitiva.
Molto carino il crescendo finale, dove la musica appunto aumentava il ritmo e anche gli elementi dell'esercizio diventavano più avvincenti, e questo ha sicuramente sempre un bel effetto, soprattutto sul pubblico. Molto meglio rispetto ai nastri, sicuramente la squadra della Francia è riuscita a portare a termine un esercizio nettamente superiore rispetto all'altro. Vediamo adesso magari qualche momento del loro esercizio, così facciamo un attimo, riepiloghiamo un po' quelli che sono stati i punti più principali. di 24,30 per salire sul podio, 24,30 ma con una nota di esecuzione superiore rispetto all'Uzbekistan. Sì. Ecco qui un momento espressivo di passi di danza, collaborazione con rischio di 2 ginnaste. Vedete, hanno ripreso in coppia e questa è una delle possibilità che il codice concede. Questo è un scambio, tutte e 5 le ginnaste lanciano e riprendono l'attrezzo di una compagna. Difficoltà di rotazione, bello l'insieme su questi fouettés. E vediamo un attimo il punteggio. Sono curiosa anch'io di vedere se riusciranno a scalzare. Alla fine dovrebbero scalzare la squadra di casa. Non facile, vediamo. In quanto a esecuzione sono state abbastanza pulite, devo dire. Sì, qualche recupero qua e là, però sta uscendo il punteggio. 24,20, peccato alle spalle dell'Uzbekistan con 24,30, 0,10 di differenza. Per 0,10 davvero non agguantano un podio. Ultima squadra, Marta, e ultima squadra anche di questa giornata. Turchia, esattamente, telecronaca Turchia che non abbiamo visto in occasione della finale con i 5 nastri e che arriva adesso a disputare l'ultima delle 2 finali, soprattutto ultima squadra di questa 3 giorni di gara. Con un'entrata anche coreografica. Fuori pedana purtroppo.
Molto fresche queste ginnaste della Turchia, giovani. Forse ho visto una ginnasta che faceva, forse si è fatta male una delle ginnaste. Sì, sembrerebbe di sì. Speriamo nulla di grave per lei. Sì, scusate, abbiamo avuto un attimo di concentrazione su quello che stava accadendo. Una delle ginnaste è dovuta andare fuori pedana a riprendere un attrezzo che era, diciamo, fuori traiettoria, ma devo dire non l'ha fatto cadere. Questo è sicuramente un punto a suo favore, oltre che della squadra, perché almeno c'è stato solamente il fuori pedana della ginnasta e non dell'attrezzo, che quindi non è toccato, diciamo, il suolo oltre la riga rossa. Chiaramente rimane comunque un errore che andrà a penalizzare molto il punteggio. Nonostante appunto la molto musica ballato molto ballato, e sono riuscite anche a enfatizzare quelli che erano i cambi che la musica concedeva, i cambi di ritmo, i cambi di dinamismo, che sono importanti, l'abbiamo detto più volte, e anche se questa musica non è semplicissima, diciamo, per accentuare appunto questi cambi di ritmo, loro l'hanno fatto secondo me nel migliore dei modi. Vediamo un attimo. Vediamo il punteggio. Si tocca il ginocchio la ginnasta che sì, aveva probabilmente. Piccolo infortunio. 23-30, quindi il podio non viene stravolto. Modificato. Polonia 25-10 vince la medaglia d'oro, seguita da 24-95 dalla Cina, medaglia d'argento, e 24-30 per l'Uzbekistan. Questo è il podio di quest'ultima finale. Cara Marta, noi su queste immagini salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie di cuore. In questa lunga nostra telecronaca, e vi diamo appuntamento il prossimo 20 di luglio a partire dalle ore 14 sulla 7 per le finali di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, finalissima direi, in diretta dal Forum di Assago di Milano. Grazie a tutti e a presto. A presto.